Rahmat, rahmat. Çok rahmat. Rahmat. Assalamu alaykum. Ve aleyküm assalam. Ben 3. numur Ayçolpan Abdursuz buluman. Ben yurtum Akçı'dın bir yıl 22 yaşa kirdim. Milletim Kırgız. Assalamu aleykum. Urmattu jalpı kalın. Jurtlar jaksыңарбы? Rahmat, rahmat. Qayada xizmat o'rningiz qayada? Kasbiy usulchi mi? Hazır o Nakşı usulü mülküde işleymen. Şinjan sanat yurti Nakşı usulü mülküde. Xo'sh, undaq bo'lsa, bahalg'ich ustozlar nima deydi ekan? Qanday bo'lib men musobaqaga qatnashib qoldingiz? Bu musobaqaga birinchidan men mushu 8 yıl usulü günüp bu sahneye çıkmasam özemge ve benim şu bekip çoğun aytkan ata-anamga yüz kilemeymen. Neymiş ki desanlar bu usulcuları yaratkan sahne bolgandan keyin çoğun biz peşinden mushu usulcular başlaş gerek. Mushu yerden hayatın başlandı dep oylayman Xudoyim buyursa. Rahmat. Nima degan esil so'z? Nima degan esil so'z? Usulchilar bormi pastda? Bir chavak. Bir chavak. Men usulchi bo'lganligim uchun mushundaq Şinjan'da yaratilgan cho'ng bir usul sahnasiga qatnashishim kerak. Bu mening mas'uliyatim demoqchi. Yaxshi, ma kiyimlaringiz girim. Hamma jatdan shundami shu? Kasb o'zingiz nima o'qigan? Aksu vilayetlik sanat mektepti 4 yıl okup otur texnikumunu okugan u yerda. Ondan keyin mau Merkezi Milletler institutida 4 yıl okup usul fakültesini bitirdim. Hazır şu artist kesbim. Men bir bilet qo'shildim. Muborak bo'lsin, Jasur Tursun ustoz bir bilet berdi. Rahmat ustoz. Halcham Sidiq ustoz. Muborak bo'lsin. Halcham Sidiq ustozning bir biletiga muyassar bo'ldingiz. Ömer Saidullah ustoz. Bu qiz harakatni nihoyatda muzikasini yaxshi tanlabdi. Harakatlarini nihoyat pokiza, nihoyat chaqqan, usulga bo'lgan o'zining hissiyotini nihoyat yaxshi. Shuning bir bilet berdim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ayçolpan muborak bo'lsin. Endi ustozlardan tanlang. Qaysi ustozning guruhiga kirishni xohlaysiz? Albatta. Sata bergil. Qandaq panohingiz bor? Ayçolpan Qirg'izlarning ichidan hozirgi mushu keyingi vaqtlardagi bir butun mush usul uchun apis tug'ib qo'ygandek bir qizgan. O'rinlash jihatda masala yo'q. Badiiylik jihatdan sahneviligi ustun. Ama keyingi o'silib yetilish jarayonidan aytganda
Mənmi özəmnin Qorbanğa çaqırışını baxalayman. Biroq özəmnin ko'nglimdan aytganda Ayçolpanның keyingi taraqqiyoti uchun, musofasi uchun meningcha Jasur muallim eng muvaffaq deb qarayman. Ustozlar o'zining guruhiga tatmay hozir bir-birini tashviq ustoz Jasur Tursun ustozni sizga tavsiya qilmoqda hozir. Ömer Saydulla ustoz nima deydi ekan? Ma qizning hozir o'ynagan usuli, hozir Shanzavining puroqlari bor, harakatlari bor. Hozirgi zamon usulining, ha? Zamonaviy usulning puroqi bor. Qilicham apayning digini to'g'ri Jasurni tanlasin. Sizmi bekchiroylik ishlatdingiz Ömer aka? Ömer Saydulla ustoz, sizmi qizlarning usulini bilishimcha karomat ishlaysiz. Aychulpan ham tanlang. Jasur Tursun ustozning guruhiga kiramsiz, Xalcham Sidiq ustozninmi, Ömer Saydulla ustozninmi? Tavsiya qilib kiryapsiz Jasur Tursun ustozning guruhiga? Mencha biz har qaysi ulutning ichida bir so'z bor. Mushu ulu qirg'izchaday. Uluning so'zini uqsang ulg'ayaysan. Şu çoğunlarının sözünü anlasa, çokum doğru yolda boylayman. Şununla ben malımlarının gipini anlap, jala oşunu tanlayman. Jasur Tursun ustozning guruhiga qabul qilindingiz. Muborak bo'lsin, Aychulpan muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Aychulpan Abdursul muborak bo'lsin. Jasur Tursun ustoz guruhisidagi yo'lingiz parlaq bo'lsin. Muborak bo'lsin. Manas dastan tasvirlangan to'limi chiroyli qirg'iz usulini o'ynab, hammamizni qoyil qildingiz. Aychulpan Abdursul